Prezidentga eng ko'p murojaatlar qayerdan yuboriladi? To'liq ro'yxat. Putin Xitoyga yetib bordi. Rossiya Ukrainaning eng yirik portiga zarba berdi. Rossiya qirg'iz darsliklaridagi mustamlaka atamasidan voz kechishni talab qildi. Vaqt tugab bormoqda. Tramp Eronni ogohlantirdi. Endi esa batafsil. Yosh o'tgani sayin prostata bilan bog'liq muammolar natijasida umumiy zaiflik holatlari, erkaklik istaklarini kamayishi yuzaga keladi va bir martalik dori vositalaridan yechim eng katta xatodir, chunki o'ziga o'rgatish va nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi. Tabiiy vitranik kapsulalari bilan bunday muammolarga duch kelmaysiz. Vitranik erkaklik quvvatini tez va samarali oshiradi, peshob muammolarini bartaraf qiladi. Ekrandagi raqamlar bilan bog'laning va 30% chegirmaga ega bo'ling. Putin Xitoyga yetib bordi. 19-may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya-Xitoy o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomaning 25 yilligi munosabati bilan Pekinga rasmiy tashrif bilan bordi. Aeroportda uni Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi kutib oldi. Bu haqda RIA Novosti xabar qilgan. Qayd etilishicha, asosiy ishchi dastur 20-may kuniga rejalashtirilgan. U markaziy Tiananmen maydonida Rossiya delegatsiyasini tantanali kutib olish marosimi bilan boshlanadi. Shundan so'ng xalq yig'inlari zalida Putinning Xitoy yetakchisi bilan muzokaralari bo'lib o'tadi. Tomonlar har tomonlama sheriklik va strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash to'g'risida qo'shma bayonot imzolaydi. Umumiy hisobda sanoat, savdo, transport, qurilish, atom energetikasi, shuningdek ta'lim, kinematografiya sohalaridagi hamkorlikni chuqurlashtirish va axborot agentliklari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan 40 ga yaqin hujjat imzolanishi kutilmoqda. Rossiya qirg'iz darsliklaridagi mustamlaka atamasidan voz kechishni talab qildi. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash maqsadida Rossiya tarix darsliklariga o'zgartirishlar kiritishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya harbiy tarixiy jamiyat tomonidan 18-may kuni tashkil etilgan tarix bo'yicha Rossiya-Qirg'iziston ekspert maslahat kengashi yig'ilishida ma'lum qilindi. Tadbirda rossiyalik tarixchilar qirg'izistonlik hamkasblaridan Rossiya imperiyasi va SSSRga nisbatan kolonializm atamasini darsliklardan olib tashlashni so'radi. Bu haqda Kommersant xabar qilgan. Rossiya tomoni ta'kidlashicha, qirg'iz olimlari terminologiyani qayta ko'rib chiqishni juda murakkab vazifa deb baholadi. Ammo bu masalani muhokama qilishga rozi bo'ldi. Konferensiya boshlanishidan oldin rossiyalik tadqiqotchilar Qirg'iziston Respublikasi maktablari uchun mo'ljallangan 3 ta tarix darsligini o'rganib chiqdi. Qirg'izistonlik mutaxassislar esa Rossiyaning yagona davlat tarix darsligini tahlil qildi. Har ikki davlatda ham tarix fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Biroq darsliklarda muhim uslubiy farq bor. Rossiya darsliklarida davlat tarixiga, Qirg'iziston darsliklarida esa xalq tarixiga urg'u beriladi, dedi Balasagin nomidagi Qirg'iz Milliy universiteti tarix va mintaqashunoslik instituti direktori Alimbek Kushibekov. Rossiya Ukrainaning eng yirik portiga zarba berdi. 19-may kuni ertalab Rossiya havo hujumi oqibatida Ukrainaning Izmaildagi port infratuzilmasi zarar ko'rdi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Dunay daryosidagi eng yirik Ukraina portlaridan biri hisoblangan Izmail strategik ahamiyatga ega hudud bo'lib, u tez-tez hujumlarga uchrab kelmoqda. Hujum oqibatida port inshootlari shikastlangan, biroq qurbonlar yoki jiddiy vayrongarchiliklar qayd etilmagan. Shu bilan bir vaqtda Rossiya rasmiylari Moskvaga yo'naltirilgan 4 ta Ukraina droni urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtga uchirilgan dronlar yo'q qilinganini va favqulodda xizmatlar ishga jalb etilganini bildirib o'tdi. Ukrainaning Xarkov shahrida esa Rossiya dron hujumidan 2 kishi qutqarilgan, yana bir kishi vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkinligi aytib o'tilgan. Prezidentga eng ko'p murojaatlar qayerdan yuboriladi? To'liq ro'yxat. Prezident xalq qabulxonasiga o'tgan bir haftada 12448 ta murojaat kelib tushdi.
Shu bilan birga joriy yilning birinchi choragida murojaatlarning hududlar kesimidagi taqsimoti quyidagicha bo'lib o'tgan. Toshkent shahri 40.976 ta, Qashqadaryo viloyati 32.386 ta, Surxondaryo viloyati 29.412 ta, Toshkent viloyati 27.759 ta, Samarqand viloyati 25.868 ta, Farg'ona viloyati 22.407 ta, Andijon 20.807 ta, Namangan 18.251 ta, Jizzax 15.483 ta, Xorazm 14.744 ta, Buxoro 12.879 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi 12.361 ta, Navoiy viloyati 11.728 ta, Sirdaryo 11.054 ta. Bundan tashqari chet eldagi yurtdoshlarimizdan joriy 126 ta murojaat kelib tushgan. Aholi soniga nisbatan har 10.000 kishiga to'g'ri kelgan murojaatlar ko'rsatkichi: Toshkent shahri 129 ta, Sirdaryo viloyati 117 ta, Navoiy viloyati 105 ta, Jizzax viloyati 99 ta, Surxondaryo 98 ta, Toshkent viloyati 88 ta, Qashqadaryo 87 ta, Xorazm viloyati 71 ta, Buxoro 61 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi 60 ta, Samarqand viloyati 59 ta, Andijon 59 ta, Namangan viloyati 57 ta, Farg'ona viloyati 53 ta. Vaqt tugab bormoqda. Tramp Eronni ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp urushni tugatish bo'yicha muzokaralar to'xtab qolgani ortidan Eronni ogohlantirib vaqt o'tib borayotganini eslatdi. Bu haqda o'zining TC tarmog'ida ma'lum qilgan. Ular tezroq harakat qilishlari kerak, aks holda ulardan hech narsa qolmaydi. Vaqt juda muhim, deb yozgan Tramp. 18-may kuni Eron AQShning so'nggi taklifiga javob berganini va Washington bilan muzokaralar Pokiston vositachiligi orqali davom etayotganini ma'lum qilgan. Kecha aytganimizdek, xavotirlarimiz Amerika tomoniga yetkazildi, deydi Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi. Rossiya Shimoliy Koreyadan 14.4 milliard dollargacha harbiy yordam oldi. 2023 yil avgustidan 2025 yil dekabrgacha Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol-yarog' yetkazib bergan va qo'shinlar yuborgan. Bu yordamning umumiy qiymati 7.67 milliard dollardan 14.4 milliard dollargacha baholanmoqda, deb yozadi Bloomberg agentligi Janubiy Koreya Milliy xavfsizlik strategiyasi instituti hisobotiga tayanib. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya Pxenyan bilan asosan harbiy texnologiyalar va yuqori aniqlikdagi komplektlovchi qismlari orqali hisob-kitob qilmoqda. Bu turdagi kompensatsiyalar umumiy to'lovning 80-96% tashkil etadi va ularni sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatish qiyin. Ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlikka 2024-yilda Vladimir Putin va Kim Chen In tomonidan imzolangan strategik sheriklik to'g'risidagi kelishuv asos bo'lgan. Unga ko'ra, tomonlardan biriga qurolli hujum qilinsa, ikkinchisi mavjud barcha vositalar bilan harbiy yordam ko'rsatishi shart. Janubiy Koreya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, urushdagi ishtirok Shimoliy Koreya iqtisodiyoti o'sishini tezlashtirgan. 2024-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 3.7% ga oshgan va bu 2016-yildan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi.